12 bab. Şu kunlardagi bir dam ilish kuni Hazreti Ayso bug'doyliqdan o'tib ketyotdi. Qo'sg'i ichib ketgan shogirdlari boshaqlarni uzib elib, yeyishga boshildi. Buni ko'rgan farisilar Hazreti Aysoga: "Qarang, shogirdlaringiz dam ilish kuni cheklangan ishni qilyotdi" deyishdi. Hazreti Ayso ularga: "Podsho Davud va uning hamrohlarining och qolganda qanday qilganligini muqaddas yozmalardan o'qimaganmi? U ibodatxonadagi muqaddas joyga kirib, Xudoga atalgan nonlarni ruhoniydan so'rab, hamrohlari bilan birga yegan. Holbuki bu nonlarni ruhoniylardan boshqa har qanday kishining yeyishi Tavrat qonuniga xilof edi. Shuningga o'xshash ibodatxonada ishlaydigan ruhoniylar dam ilish kunlari ishlamaslik amrini buzsa-mu, Tavratda ular gunohkor deb yozilmagan. Sizlar buni o'qib boqmaganmi? Bilib qo'yinglarki, bu yerda ibodatxonadanmi ulug'i bor. Agar sizlar Xudoning men qurbonlik qilishinglarni emas, rahim shafqat ko'rsatishinglarni istayman degan so'zining ma'nosini bilsanglar edi. Begunoh kishilarni gunohkor deb qaramaydinglar. Men inson o'g'li, dam ilish kunining egisidirman. Hazreti Ayso u yerdan ayrilib, ularning ibodatxonasiga bordi. İbadetxonada bir qo'li qurib ketgan bir odam bor edi. Ba'zi farisilar Hazreti Aysoning ustidan arz qilishga bahona tepish maqsadida uningdan: "Dam ilish kuni kasal saqaytish Tavrat qonuniga uyg'unmi?" deb so'radi. Hazreti Ayso ularga mundaq javob berdi: "Biraringlarning qo'yi o'rg'i tushib ketsa, dam ilish kuni demay, uni darhol totib chiqarib olmamsizlar? Odam qo'ydan ko'p qimmatlikda. Demak, dam ilish kuni yaxshilik qilish Tavrat qonuniga uyg'un." Ondan Hazreti Ayso yilqi kasalga: "Qo'lingni uzat" dedi. U odam qo'lni uzatishi bilanla qo'li asliga kelib, yana bir qo'lga o'xshash holatga qaytdi. Buning bilan farislar tashqariga chiqib, Hazreti Aysoni qandoq joylab yetish haqida maslahat qilishdi. Buni bilgan Hazreti Ayso u yerdan ayrildi. Nurg'un kishilar uningga agishib mangdi. Hazreti Ayso ularning orasidagi bemorlarning hammasini saqaytdi va ularga o'zining kim ekanligini boshqalarga oshkorlamaslikni topildi. Buning bilan Yeshoyo payg'ambar orqali uqtirilgan mo'nu so'zlar amalga oshirildi. Mana mening tanlagan xizmatkorim, dilim suygan yiqinim, uningdan xursandman. Ruhimni ato qilaman uningga. U adolatni jakarlaydi butkul xalqlarga. U talash tortish qilmas, chuqqanmi ko'tirmas. Ko'chalardimi hech kim uning ovozini anglamas. Ezilgan qo'mushni sundurmas. O'chay deb qolgan chirog'nimi o'chirmas. Toki adolat zafar qushqicha butkul xalqlar uning nomiga umid bog'lar. Shu chog'da Hazreti Aysoning oldiga jin chapshivagan ko'r va g'achabri elib kelindi. Hazreti Ayso uni saqaytib, so'zlaydigan va ko'ralaydigan qildi. Xaloyiq hayron bo'lishib, "Acaba bu podsho Davudning avlodimidu?" deyishdi. Bu so'zni olgan farisilar: "O jinlarni ularning boshlig'i bo'lgan shaytonga tayinib haydaydi ekan" deyishdi. Ularning nima o'ylayotganligini bilgan Hazreti Ayso ularga mundaq dedi: "Agar bir davlatdagilar ikki guruhga bo'linib so'qishsa, u davlat zavollikqa yuz tutadi. Har qanday shahar yoki oiladagilar o'zaro jidal mojaro qilishsa, ularmu vayron bo'lishdan saqlana olmaydi. Agar shayton o'z boshqurishda bo'lgan jinlarni haydasa, o'ziga qarshi chiqqan bo'ladi. Undaqda uning podshohligi qandoqmi puttirab tura olsin? Agar men jinlarni ularning podshoyi bo'lgan shaytonga tayinib haydasam, sizlarning agash kuchinglar jinlarni haydashda kimga tayandi? Aytganlaringlarning xato ekanligini o'z agash kuchinglar dalillab berdi. Amaliyotda
men Xudoning ro'yiga tayinib, jinlarni haydavetdim. Bu, Xudoning podshohligining aranglarda namoyon bo'lganligini isbotlaydi. Bir kishi kuchtungur birisining uyiga kirib, uning melini qandoq bulab ketalisin? Faqat shu kuchtungur odamni bağlayalğanlarla uning uyini bulang-talang qilalaydi. Men bilan bir yo'lda mang'anlar menga qarshi turg'uchilardir. Menga yig'ib elishga yordam bermaganlar to'zitib-tishlardir. Shuning uchun bilib qo'yinglarki, insonlarning o'tkazgan gunohlari va qilgan kufrliklarining hammasini kechirishga bo'ladi. Lekin muqaddas ruhga qilingan kufrlik kechirilmaydi. İnson o'g'liga qarshi so'z qilganlar kechirimga erishalaydi. Lekin muqaddas ruhga qarshi gap qilganlar bu dunyodimi, u dunyodimi kechirimga erishalmaydi. Sizlar daraxtni mevasidan farq etishinglar kerak. Meva darg'i yaxshi bo'lsa, beradigan mevasimi yaxshi bo'ladi. Meva darg'i yomon bo'lsa, beradigan mevasimi yomon bo'ladi. Chunki har qandoq daraxt mevasidan bilinadi. Ey zaharli ilonlar, sizlar yomon tutsanglar, og'zinglardan qandoqmi yaxshi gap chiqsin. Chunki ko'ngilda nima bo'lsa, eg'izdan shu chiqadi. Yaxshi odam qalbidagi yaxshiligidan yaxshilik chiqaradi. Yomon odam qalbidagi yomonligidan yomonlik chiqaradi. Bilib qo'yinglarki, sizlar qilgan har bir eg'iz quruq gapinglar uchun qiyomat kuni hisob bersizlar. O'z so'zinglar bilan yo oqlansizlar, yo gunohkor bo'lib chiqsizlar. Shu chog'da ba'zi Tavrat ustozlari va farishiylar Hazrati Aysodan: "Ustoz, qudratingizning Xudodan kelganligini karomat bilan ko'rsatkaysiz", dedi. Hazrati Ayso ularga mundaq javob qaytardi: "O'sal va vafosiz kishilar karomat ko'rsat deb turdi. Biroq sizlarga Yunus payg'ambarning karomatidan boshqa ko'rsatiladigan ikkinchi karomat yo'q. Yunus payg'ambar yo'g'on bir beliqning qo'sig'ida 3 kech kunduz qandoq turgan bo'lsa, inson o'g'limi yerning bag'rida 3 kech kunduz shundoq turdi. Qiyomat kuni Ninavi shahridagi xalqmi qo'pib, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki ular Yunus payg'ambarning ta'limini anglab, yomon yo'ldan qaytgan. Biroq bu yerda Yunus payg'ambardanmi ulug' birisi sizlarni yomon yo'ldan qaytishga chaqirsa, quloq solmadinglar. Qiyomat kuni Arabistondagi Shaba podshohligining ayol podshoyimi o'rnidan turib, sizlarning ustinglardan shikoyat qiladi. Chunki u podshoh Sulaymonning oqilona so'zlarini anglash uchun uzun yo'llarni besib kelgan. Mana hozir bu yerda podshoh Sulaymondanmi ulug'i bor. Jin biror odamning tenidan haydab etilgandan keyin qurg'oq dalalarni orlab chiqib, turadigan joy izlaydi, biroq topolmaydi va ilgiriki uyimga qaytay deydi. Shuning bilan jin u odamning teniga qaytib kelib, uning dilining yanili bo'sh, shundaqla pokiz tozalanib ratlangan uydak bo'lib qolganligini bayqaydi-da, o'zidanmi battar 7 jinni boshlab kirib, billa turdi. Buning bilan yilqi odamning keyingi holi burunqidanmi yomonlashib ketadi. Bu zamonning razil odamlarining holimi mana shundoq bo'ladi. Hazrati Ayso xalqqa davomli so'zlayotganda, onasi bilan inlari kelib, uning bilan so'zlashmoqchi bo'lib, tashqarida turishdi. Biraylan Hazrati Aysoga: "Onangiz va inlaringiz siz bilan so'zlashimiz deb sirtda turdi", dedi. "Kim mening onam? Kim mening inlarim?" dedi Hazrati Ayso u kishiga. Ondan u qo'li bilan shogirdlarini ko'rsatib: "Mana onam, mana inlarim. Chunki kim arishdagi otamning irodasiga amal qilsa, shu mening oki inim, och singlim va onamdir", dedi.